Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Biz o'tgan darslarimizda aktivlar va passivlar bilan tanishdik. Siz hammangiz kelajakdagi buxgaltersizlar. Shuning uchun o'qishimizni boshidan aktiv nima, passiv nimaligini yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Buni yod bo'lishi uchun har darsimizda qisqa o'tgan mavzuyimizni qaytarib ketamiz. Demak, aktiv deganda biz korxonaning har qanday ko'rinishdagi mol-mulklarini tushundik. Ular uskuna ko'rinishida, xomashyo ko'rinishida, tovar ko'rinishida, pul ko'rinishida, mahsulotlar ko'rinishida bo'lishi mumkin ekan. Bundan tashqari, sizga kimnidir qarzi bo'lsa, bu qarzdorlikni debitorlik qarzi dedik. Sizga bo'lgan qarzdorlik ham sizning mulkingiz hisoblanadi va bu qarz sizga qachondir tovar bo'lib yoki pul bo'lib qaytadi. Shuning uchun ham debitorlik qarzini ham aktiv deb hisobladik. Demak, aktiv bu korxonaning har qanday ko'rinishdagi mol-mulklari dedik. Passivlar esa shu mol-mulklarning kelib chiqish manbasi deb atadik. Passiv ikki qismdan iborat. Bu kapitaldan va majburiyatdan. Mulk o'zining kapitali hisobidan yoki qarz hisobidan shakllanishi mumkin. Demak, mol-mulk bu aktiv bo'ladigan bo'lsa, uni kelib chiqish manbai, ya'ni qayerdan kelib chiqqanligi passiv deb yuritiladi dedik. Demak, mulk o'z mablag'lari hisobidan, kredit hisobidan, qarz hisobidan shakllanishi mumkin. Bundan tashqari majburiyatda to'lanishi lozim bo'lgan qarzlar ham yuritiladi. Bunga ish haqi, soliqlar, kreditlar va shunga o'xshash to'lovlar kiradi. Yana bir bor qaytaramiz. Aktiv bu korxonaning har qanday ko'rinishdagi mol-mulki, passiv esa shu mol-mulklarning kelib chiqish manbasi. O'tgan darsimizda quyidagicha misolni ko'rgandik. Demak, aktivlar tarkibida bino bor, xomashyo bor, avtomobil bor. Avtomobilning summasi 300 million so'm. Uni kelib chiqish manbasi esa 200 million so'm o'z kapitali hisobidan va 100 million so'm qarz hisobidan shakllangan. Ya'ni korxona o'zi 200 million so'm kiritgan va 100 million so'mini qarzga olgan. Korxonada 500 million so'mlik bino bor. Binoni korxona o'z kapitali hisobidan shakllantirgan. Korxonada 50 million so'mlik xomashyo bor. Xomashyoni esa korxona qarzga olgan. Demak, biz avtomobilni xarid qilganimizda 100 million so'm qarz olganmiz va olgan xomashyoyimizni ham qarzga olganmiz. Bularni majburiyat tarkibida ko'rsatamiz. Avtomobil xarid qilishdagi bir qism to'lovni biz o'z hisobimizda amalga oshirganmiz va buni kapital tarkibida ko'rsatamiz va binoni korxona ustav kapitaliga kiritgan va buni kapital tarkibiga ko'rsatamiz. Korxona avtomobil xarid qilish uchun kiritgan 200 million so'm miqdordagi pul mablag'lari va bino xarid qilish uchun kiritgan 500 million so'm miqdordagi pul mablag'lari korxonaning o'zining kapitali hisoblanadi va kapital tarkibida ko'rsatiladi. Aktivlarning, ya'ni mol-mulkning umumiy summasi 850 million so'm, uning kelib chiqish manbasining umumiy summasi ham 850 million so'mni tashkil etadi. Bugungi mavzuyimiz buxgalteriya shotlari. Bu mavzuni to'g'ri tushunib olish uchun biz savdo do'konini misol qilib olamiz. Savdo do'konida har bir mahsulot o'z polkasida taxlab qo'yilgan bo'ladi. Mahsulotlar turiga qarab ajratiladi va turiga qarab joylashtiriladi. Masalan, non mahsulotlari bir joyda, go'sht mahsulotlari bir joyda, sut mahsulotlari bir joyda alohida qilib joylashtiriladi. Xaridorlar o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotni turiga qarab o'z polkasidan osongina topib olishadi. Demak, hamma narsa tartib bilan joylashtirilgan. Buxgalteriya ham juda qattiq tartibni talab qiladigan soha hisoblanadi. Xuddi do'konda mahsulotlar qanday turiga qarab joylashtirilgan bo'lsa, biz ham aktivlar va passivlarni turiga qarab o'zining polkalariga joylashtiramiz. Bu polkalarni biz buxgalteriyada buxgalteriya shotlari deb ataymiz. Buxgalteriya shotlarida quyidagicha ta'rif beriladi. Demak, buxgalteriya shotlari bu korxonadagi iqtisodiy resurslarning holati va ularning harakati haqidagi ma'lumotlarni o'zida aks ettiradi. Ya'ni buxgalteriya shotlari korxonadagi aktivlar va passivlarning qoldiqlarini va ulardagi harakatlarni o'zida aks ettiradi.
Biz buxgalteriyada hech narsani o'zimiz o'ylab topmaymiz. Hammasi belgilangan standartlarda, normativ hujjatlarda yozib qo'yilgan deb aytgan edik. Demak, buxgalteriya shotlari 21-sonli buxgalteriya hisobining milliy standarti, ya'ni 21-sonli BXMSida, ya'ni xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy xo'jalik faoliyati, buxgalteriya hisob shotlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma standartida to'liq yoritib berilgan. Demak, 21-sonli BXMS bu buxgalteriyadagi shotlar to'g'risidagi standart ekan. Ushbu standart buxgalteriya hisobidagi barcha shotlarni o'z ichiga oladi va ularni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma hisoblanadi. Demak, ushbu standartni biz shotlar rejasi deb ataymiz. Shotlar rejasi 6 ta qismdan iborat. Bunda birinchi qismida uzoq muddatli aktivlarni hisobga oluvchi shotlar joylashtiriladi. Ikkinchi qism shotlari esa bu joriy aktivlarni hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Uchinchi qism shotlari majburiyatlarni hisobga oluvchi shotlar. To'rtinchi qism shotlari xususiy kapitalni hisobga oluvchi shotlar. Beshinchi qism shotlari moliyaviy natijalarni shakllanishini hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Bular daromad va xarajatlarni hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Va beshinchi qism shotlari balansdan tashqari shotlarni hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Demak, shotlar rejasidagi barcha shotlar uzoq muddatli aktivlardan boshlanadi. Va birinchi qism shotlari bu asosiy vositalardan, ya'ni 0,1 shotlardan boshlanadi. Shotlar rejasini foydalanish uchun qulay shaklga keltirilgan formasi bor ekan. Shu formadan foydalanamiz. Demak, shotlar rejasini biz 6 qismdan iborat dedik. Birinchi qism shotlari mana uzoq muddatli aktivlarni hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Bularning tarkibida asosiy vositalarni hisobga oluvchi shotlar, asosiy vositalarni eskirishini hisobga oluvchi shotlar, moliyaviy ijara, nomoddiy aktiv va boshqa uzoq muddatli aktivlarni hisobga oluvchi shotlar joylashgan. Ikkinchi qism shotlar esa joriy aktivlar hisoblanadi. Joriy aktivlar tarkibida materiallar, tovarlar, pullar va shunga o'xshash boshqa aktivlarni hisobga oluvchi shotlar joylashgan. Demak, uzoq muddatli aktivlarni hisobga oluvchi shotlar 0,1 shotdan 0,9 shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga oladi. Joriy aktivlarni hisobga oluvchi shotlar esa 10 shotlardan 59 shotgacha bo'lgan shotlarni o'zini ichiga oladi. Demak, korxonani mol-mulkini aktiv deb olgan bo'lsak, barcha aktivlarni hisobga oluvchi shotlar bular 0,1 shotdan 59 shotgacha bo'lgan shotlarning hammasi korxonaning mol-mulklarini hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Demak, shotlar rejasining birinchi qism va ikkinchi qism shotlari bular aktivlar ekan va korxonaning mol-mulklarini hisobga oluvchi shotlar hisoblanar ekan. Shotlar rejasidagi uchinchi qism shotlari bu majburiyatlar hisoblanadi. Ya'ni korxonaning qarzlarini, ya'ni majburiyatlarini hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Uchinchi qism shotlaridan korxonaning passivlari boshlanadi. Korxonaning majburiyatlarini hisobga oluvchi shotlar bu 60 shotlardan boshlanadi va 79 shotlargacha davom etadi. Demak, 60 shotdan 79 shotgacha bo'lgan shotlar korxonaning qarzlarini, ya'ni majburiyatlarini hisobga oluvchi shotlar hisoblanar ekan. To'rtinchi qism shotlari bu xususiy kapitalni hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi va xususiy kapitalni hisobga oluvchi shotlar 83 shotdan 89 shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga oladi. Demak, 3-qism va 4-qism shotlari bular passiv shotlar hisoblanadi va 1-qism, 2-qism, 3 va 4-qism shotlari korxonaning balans shotlari hisoblanadi. 5-qism shotlari bu korxonaning moliyaviy natijalarini shakllanishini hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Ular daromadlar va xarajatlarni hisobini yuritadi. Va 6-qism shotlari ular balansdan tashqari shotlar hisoblanadi. Biz 5-qism shotlari va 6-qism shotlari bilan keyinroq batafsil tanishib olamiz. Hozircha esa biz balans shotlari bilan tanishamiz. Demak, aktivlar korxonaning mol-mulkini hisobga oladi dedik. Demak, aktivlar tarkibida korxonaning mol-mulklari joylashadi. Ular ikki qismdan iborat. Birinchi qism uzoq muddatli aktivlar va ikkinchi qism joriy aktivlardan iborat dedik.
Birinchi qism shotlari, ya'ni uzoq muddatli aktivlarni hisobga oluvchi shotlar, ular 0,1 shotdan 0,9 shotgacha bo'lgan shotlar ekan. Joriy aktivlarni hisobga oluvchi shotlar, ya'ni ikkinchi qism shotlari, ular 10 shotdan 59 shotgacha bo'lgan shotlar ekan. Demak, 0,1 shotdan 59 shotgacha bo'lgan shotlarni biz korxonaning mol-mulklarini hisobga oluvchi aktiv shotlar deb yuritdik. Uchinchi qism shotlarni biz majburiyatlar dedik. Uchinchi qism shotlari bu 60 shotdan 79 shotgacha bo'lgan shotlar ekan. Demak, 60 shotdan 79 shotgacha bo'lgan shotlar korxonani majburiyatlarini hisobga oluvchi shotlar hisoblanar ekan. Va 4-qism shotlari bu xususiy kapitalni hisobga oluvchi shotlar. Xususiy kapitalni hisobga oluvchi shotlar esa 83 shotdan 89 shotgacha bo'lgan shotlar ekan. Demak, passiv shotlar bu 60 shotdan 89 shotgacha bo'lgan shotlar passiv shotlar ekan. Demak, har bir shotni, ya'ni aktiv shotni ham, passiv shotni ham ikki tomoni bo'ladi. Uning o'ng tomoni debit tomoni va chap tomonini kredit tomoni deb yuritamiz. Demak, 0,1 shotdan 59 shotgacha bo'lgan shotlar aktiv shotlar ekan. Aktiv shotlarda qoldiqlar debit tomonida yuritiladi. Aktiv shotlarning ko'payishi debit tomonida, aktiv shotlarning kamayishi esa kredit tomonida yuritiladi. Ma'lum bir davrdagi aktiv shotlardagi ko'payish debit aylanma va ma'lum bir davrdagi aktiv shotlardagi kamayish bu kredit aylanmada yuritiladi. Bu bo'lishi mumkin kun davomida aktivlarning ko'payishi hafta davomida, oy davomida bo'lishi mumkin yoki yil davomida bo'lishi mumkin. Aktiv shotlarning qoldiqlari, ya'ni debit tomonida yuritiladi. Demak, 0,1 shotdan 59 shotgacha bo'lgan har bir aktiv shotning qoldiqlari va undagi harakat shu ko'rinishda bo'lar ekan. 60 shotdan 89 shotgacha bo'lgan shotlarni biz passiv shotlar dedik. Passiv shotlardagi qoldiqlar kredit tomonida yuritiladi. Passiv shotlarning ko'payishi kredit tomonida, passiv shotlarning kamayishi esa debit tomonida yuritiladi. E'tibor bering. Aktiv shotlarda ko'payish debit tomonida edi, passiv shotlarda esa ko'payish kredit tomonida bo'ladi. Aktiv shotlarda kamayish kredit tomonida edi. Passiv shotlarda kamayish esa debit tomonida yuritiladi. Ma'lum bir davrdagi passivlarning ko'payishi kredit aylanma, ma'lum bir davrdagi passivlarning kamayishini esa debit aylanma deb yuritamiz. Qoldiqlar kredit tomonida yuritiladi. Yana bir bor qaytaramiz. Aktivlar bu korxonaning mol-mulklari, aktivlarni hisobga oluvchi shotlar 0,1 shotlardan 59 shotlargacha bo'lgan shotlar ekan. Har bir shotning ikki tomoni bo'ladi dedik. O'ng tomonini debit tomon, chap tomonini kredit tomon dedik. Aktivlarning qoldiqlari, ya'ni korxona mol-mulklarining qoldiqlari debit tomonida aks ettiriladi. Korxona mol-mulklarining aktivlarining ko'payishi debit tomonida, aktivlarning kamayishini kredit tomonida yuritamiz. Yakuniy qoldiqni ham debit tomonida aks ettiramiz. Passivlarni korxona mol-mulkining shakllanish manbasi dedik. Mol-mulk korxonaning o'zining kapital hisobida yoki majburiyat, ya'ni qarzga olingan manba hisobidan shakllanishi mumkin dedik. Passivlarni hisobga oluvchi shotlar 60 shotdan 89 shotgacha bo'lgan shotlar dedik. Passivlarda qoldiqlar kredit tomonida yuritiladi. Passivlarning ko'payishi kredit tomonida, passivlarning kamayishi esa debit tomonida va yakuniy qoldiq ham kredit tomonida yuritiladi. Mana shu narsaga juda e'tibor bering. Korxonaning mol-mulklarini hisobga oluvchi shotlar aktiv shotlar. Ular 0,1 shotdan 59 shotgacha va ular quyidagi ko'rinishda harakatlanadi. Ya'ni qoldiqlar debitda, ko'payish debitda, kamayish kreditda. Passivlar esa 60 dan 89 shotgacha bo'lgan shotlar. Passivlarning qoldiqlari kreditda, passivning ko'payishi kreditda, kamayishi esa debitda. Uning yakuniy qoldiq ham kreditda yuritiladi. Videoni shu joyida to'xtatib, o'zingiz uchun tushunarli qilib shu narsani takrorlab oling. Bu jadvalni konspektingizga tushirib, yaxshilab mohiyatini tushunib olishingizga to'g'ri keladi.
Chunki aktiv shotlarni, passiv shotlarni bir-biridan ajratib, ularni harakatini shotda to'g'ri ko'rsatib olsangiz, buxgalteriyadagi hisobingiz to'g'ri boradi. Sizga tushunarli bo'lishi uchun yana bir marta qaytaramiz. Aktiv shotlar bu korxonaning mol-mulklarini hisobga oluvchi shotlar, ya'ni korxonaning har qanday mulkini hisobga oluvchi shotlar. Aktiv shotlarda qoldiq debitda, aktiv shotlarning ko'payishi debitda, kamayishi kreditda. Yakuniy qoldiq debitda yuritiladi. Endi buni misolda ko'ramiz. Korxonaning aktivini, yakuniy qoldig'ini topishimiz uchun biz boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz debit aylanmani, ya'ni ma'lum bir davr mobaynida kelib tushgan aktivlarimizni va bundan chiqaramiz kredit aylanmani, ya'ni chiqib ketgan aktivlarimizni bundan ayiramiz va bizga yakuniy qoldiq kelib chiqadi. Biz 51.10 shotni misol qilib olamiz. 51.10 shot bu korxona hisob raqamidagi pul mablag'larini hisobga oluvchi shotlar. Bu bankdagi hisob raqami deb yuritsak bo'ladi. Demak, korxona hisob raqamida 5 million so'm pul mablag'lari bor edi. Demak, korxonada 5 million so'm qoldiqi bo'lgan. Aktiv tomonda qoldiq debit tomonda yuritiladi. Shuning uchun biz 5 millionni debit tomonida ko'rsatdik. Kun davomida korxona hisob raqamiga 12 million so'm kelib tushdi. Yana 13 million so'm kelib tushdi. Demak, korxonadagi pul mablag'larining ko'payishini biz debit tomonida ko'rsatamiz. Chunki debit tomonida aktivlarimiz o'sadi. Bizga kelib tushgan mablag'larni biz debit tomonida aks ettiramiz. Kun davomida esa 15 million so'm korxona hisob raqamidan chiqib ketgan. Demak, aktivimizni kamayishini biz kredit tomonida ko'rsatamiz. Chiqib ketgan aktivlarimizni kredit tomonida ko'rsatar ekanmiz. Kun davomida kelib tushgan pullarni biz debit aylanma deymiz va bizga kun davomida 25 million so'm pul mablag'i kelib tushibdi. Va kun davomida chiqib ketgan pullarimizni esa kredit aylanma deb yuritamiz. Kun davomida esa bizdan 15 million so'm pul mablag'i chiqib ketibdi. Demak, yakuniy qoldiqni topishimiz uchun bizda shuncha pulimiz bor edi, ya'ni 5 million so'm pul bor edi. 25 million so'm pul kelib qo'shildi. Demak, bizning hisob raqamimizdagi pulimizning yig'indisi 30 million so'mni tashkil etdi va bizning hisob raqamimizdan 15 million so'm pul mablag'i chiqib ketdi. Bizning hisob raqamimizda 15 million so'm pul mablag'i qoldi. Va qoldiq, ya'ni yakuniy qoldiqni biz yana kredit tomonida ko'rsatamiz. Demak, aktiv shotlardagi harakatlar quyidagicha bo'lar ekan. Undagi boshlang'ich qoldiqni biz debit tomonida ko'rsatar ekanmiz. Aktiv shotlarning ko'payishini debit tomonida, aktiv shotlarning kamayishini kredit tomonida ko'rsatar. Aktiv shotning qoldig'ini topishimiz uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shar ekanmiz kun davomida yoki oy davomida yoki shu ma'lum bir davr davomida kelib tushgan aktivlarimizni. Demak, bizda 5 million so'm pul mablag'imiz bor edi. Kun davomida 25 million so'm pul mablag'i kelib tushdi. Bizning aktivlarimizning jami yig'indisi 30 million so'mni tashkil etdi. Va kun davomida esa bizdan 15 million so'm aktiv chiqib ketdi. Va bizga qoldiq 15 million so'm aktiv qoldi. Qoldiqni biz yana debit tomonida aks ettirdik. Har qanday aktivning harakati xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu aktiv xomashyo bo'lishi mumkin, bu tovar bo'lishi mumkin, bu asosiy vositalar bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, aktivlarni biz shu ko'rinishda yozamiz. Esingizdan chiqmasin, shotlarda biz har qanday aktivning puldagi qiymatini yozamiz. Bu aktiv mashina bo'lishi mumkin, bu aktiv tovar bo'lishi mumkin, bu aktiv xomashyo bo'lishi mumkin. Ular qanday turga mansub bo'lmasin, ularni biz faqat puldagi qiymatini yozamiz. Xuddi shunday passiv shotdagi harakat bilan tanishib chiqamiz. Bunda shotlar rejasidagi 60-10 shotni misol qilib oldik. Shotlar rejasidagi 60-10 shot bu mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga to'lanadigan shotlar, ya'ni mol yetkazib beruvchilarga to'lanadigan qarzlarimizni hisobga oluvchi shot hisoblanadi. Bu passiv shot.
Passiv shotni biz qoldiqlar kreditda yuritiladi dedik. Passiv shotlarning ko'payishi kreditda, passiv shotlarning kamayishi debetda dedik. Ma'lum bir vaqt davomidagi passiv shotlardagi ko'payishni kredit aylanma, ma'lum bir vaqt davomidagi passiv shotlardagi kamayishni debet aylanma deb oldik. Va passiv shotlarimizdagi qoldiqlar ham kredit tomonda yuritiladi deb aytdik. Demak, 60-10-shot bu bizni moliya yetkazib beruvchilardan qarzlarimizni hisobga oluvchi shot ekan. Misolimizda moliya yetkazib beruvchidan qarzimizning qoldig'i 3 million so'mni tashkil etgan. Kun davomida biz moliya yetkazib beruvchidan yana 2 million so'm qarz olganmiz va 3 million so'm qarz olganmiz. Demak, bizning qarzlarimizning ko'payishi kredit tomonida aks ettirdik. Chunki passiv shotlarning ko'payishi kredit tomonida bo'lar ekan. Va kun davomida biz 1 million so'm miqdordagi qarzimizni uzdik. Passiv shotning kamayishi, ya'ni qarzlarning uzilishi debet tomonida aks ettiramiz. Demak, 1 million so'm qarzimizning uzilishini, ya'ni 1 million so'm miqdordagi majburiyatimizning kamayishini biz debet tomonda aks ettirdik. Kun davomida qarzlarimizning ko'payishini biz kredit aylanma dedik va kun davomida bizda qarzlarimizning ko'payishi 5 million so'mni tashkil etdi. Va kun davomida qarzlarimizning kamayishini biz debet aylanma deb oldik. Va bizda 1 million so'mlik miqdorda qarzimiz kamaygan ekan. 60-10-shotdagi yakuniy qoldiq 7 million so'mni tashkil etdi. Xo'p, bu summa qanday kelib chiqdi? Demak, bizda boshlang'ich qoldiq 3 million so'mni tashkil etgan edi. Demak, majburiyatimizning qoldig'i 3 million so'm edi. Bizda kun davomida 2 million so'm va 3 million so'm, ya'ni jami 5 million so'm miqdorda qarzlarimiz ko'paydi. Demak, bizda 3 million so'm qarzimiz bor edi. Biz yana 5 million so'm miqdorda qarz oldik. Qarzlarimizning umumiy miqdori 8 million so'mni tashkil etdi. Biz 1 million so'm miqdordagi qarzimizni to'ladik va bizda 8 million so'm qarzimizda 1 million so'mini to'ladik. Shunda bizda 7 million so'm qoldiq qoldi. Va qolgan qoldiqni 60-10 shotning kredit tomonida aks ettirdik. Demak, hamma passiv shotlarda yakuniy qoldiqni topishimiz uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shar ekanmiz kredit aylanmani, ya'ni shu vaqt davomida ko'paygan majburiyatlarimizni va bundan minus qilar ekanmiz debet aylanmani, ya'ni shu vaqt davomida chiqib ketgan majburiyatlarimizni, ya'ni kamaygan majburiyatlarimizni miqdorini. Va bizda yakuniy passivdagi qoldiq qolar ekan. Barcha passiv shotlardagi harakatlar xuddi shu ko'rinishda amalga oshib boradi. Misolimizni davom etamiz. Endi bizga qoldiqlar berilgan. Bu pulning qoldig'i, xom ashyoning qoldig'i, moliya yetkazib beruvchidan qarzlarning qoldiqlari va ish haqidan qarzning qoldig'i. Biz ushbu qoldiqlarni shotlarga to'g'ri qo'yishni o'rganib olishimiz kerak. Bu hozirgacha ko'rgan misollarimizni davomi hisoblanadi. Demak, biz shotlarni ochamiz. Demak, bizga pulning qoldig'i bor ekan. Biz pulning shotini ochamiz. Bizda xom ashyoning qoldig'i bor ekan. Biz xom ashyo shotini ochamiz. Moliya yetkazib beruvchilardan qarzlarni hisobga oluvchi shotni va ish haqidan qarzlarni hisobga oluvchi shotlarni ochib oldik. Demak, biz misolimizda keltirilgan shotlarni ochib oldik. Endi qarzlarni qoldig'ini shotlarga qo'yishimiz kerak. Demak, biz shotlarni ochib oldik. Misolimizda pulning qoldig'i 5 million so'm qilib belgilangan ekan. Biz bilamiz, pul bu mulk hisoblanadi. Mulklar aktiv shotlar hisoblanadi. Demak, aktiv shotlarning qoldiqlari debet tomonda yuritiladi. Demak, biz pulning qoldig'ini debet tomonda aks ettirar ekanmiz. Keyingi shotimiz xom ashyolarning qoldig'i. Xom ashyo bu mulk hisoblanadi. Mulk esa aktiv hisoblanadi. Aktivlarning qoldig'i esa debet tomonda aks ettiriladi. Demak, 15 million so'm miqdordagi xom ashyoning qoldig'i biz debet tomonda aks ettirdik. Keyingi shotimiz moliya yetkazib beruvchilardan qarzlarni hisobga oluvchi shot. Moliya yetkazib beruvchilardan qarzlar bu bizning majburiyatimiz hisoblanadi.
majburiyat esa passiv hisoblanadi. Passivning qoldig'i kreditda yuritiladi. Demak, mol yetkazib beruvchilardan 10 million so'm miqdordagi qarzimizni kredit tomonda aks ettirdik. Keyingi shotimiz ish haqidan qarzlarimiz. Demak, nomidan ko'rinib turibdiki, qarz degani bu majburiyat hisoblanadi. Majburiyat bu passiv shot hisoblanadi. Barcha passivlardagi qoldiqlar kredit tomonida aks ettiriladi. Demak, keyingi shotlarning logikasini xuddi shunday qo'yasiz. Mol-mulk bu aktiv va ularning qoldiqlari debit tomonda. Majburiyatlar esa bular passiv shotlar hisoblanadi va ularning qoldiqlari kredit tomonda aks ettiriladi. Endi aktiv shotlardagi harakatlar bilan yana bir bor tanishib chiqamiz. Bunga 10 shotni misol qilib oldik. Shotlar rejasida 10 shot bu xom ashyo va materiallarni hisobga oluvchi shotlar hisoblanar ekan. Demak, 10 shot bu xom ashyo va materiallarni hisobga oluvchi shotlar. Bu aktiv shot, ya'ni bu mol-mulk hisoblanadi. Misolimizda xom ashyoning qoldig'i 5 million so'mni tashkil etgan ekan. Xom ashyo shotiga 15 million so'm miqdorda xom ashyo kelgan ekan va 10 million so'm miqdorda xom ashyo kelgan ekan. Xom ashyo shotidan 6 million so'm miqdordagi xom ashyo chiqib ketgan ekan va 4 million so'm miqdordagi xom ashyo chiqib ketgan ekan. Va biz xom ashyoning qoldig'ini aniqlashimiz kerak. Va bu harakatlarni shotda aks ettirishimiz kerak. Xom ashyo bizga aktiv shot dedik va uning qoldig'ini biz debit tomonida aks ettiramiz. Demak, aktiv shot bo'lganligi uchun buning qoldig'i debit tomonda aks ettiriladi. Demak, bizga xom ashyo shotida ko'payish bo'ldi. Aktiv shotning ko'payishi debitda bo'lganligi sababli biz buni debit tomonda aks ettiramiz. Demak, 15 million so'm miqdorda aktivning ko'payishi 15 million so'm miqdorda debit tomonida summani aks ettirdik. Misolimizda yana 10 million so'mlik xom ashyo kelgan ekan. Yana bizning shotimizning debit tomonida 10 million so'mlik xom ashyoning ko'payganligini aks ettiramiz. Demak, aktivda ko'payish debit tomonida bo'ladi va biz xom ashyomizning ko'payishini debit tomonida aks ettirdik. Misolimizda 6 million so'mlik xom ashyo chiqib ketgan ekan. Aktiv shotimizning kamayishini kredit tomonida aks ettiramiz. Demak, 6 million so'mlik xom ashyoning chiqib ketishini kredit tomonida aks ettirdik. Yana bizda 4 million so'mlik xom ashyo chiqib ketgan ekan. Buni ham biz kredit tomonida aks ettiramiz. Demak, bizda 25 million so'mlik debit aylanma, ya'ni 25 million so'mlik xom ashyoning ko'payishi va 10 million so'mlik kredit aylanma, ya'ni 10 million so'mlik xom ashyoning chiqib ketishi bo'lgan ekan. Demak, bizning shotimizda 5 million so'mlik xom ashyo qoldig'i bor edi. Bizga 25 million so'mlik xom ashyo kelib tushdi va bizning xom ashyomizning jami qoldig'i 30 million so'mni tashkil etdi. Bizning xom ashyoyimizda 10 million so'mlik xom ashyo chiqib ketdi. Demak, biz 10 million so'mlik xom ashyoni chiqim qilamiz va bizda xom ashyoning qoldig'i 20 million so'mni tashkil etadi. Bu aktiv shot bo'lganligi sababli biz 20 million so'm miqdordagi qoldiqni 10 shotining debit tomonida aks ettiramiz. Demak, bu xom ashyo shot edi. Xom ashyoning qoldig'ini biz debit tomonida aks ettirdik. Xom ashyoning ko'payishini debit tomonida, xom ashyoning kamayishini kredit tomonida aks ettirdik. Va xom ashyoning yakuniy qoldig'ini debit tomonida aks ettirdik. Misolimizni davom ettiramiz. Demak, keyingi shot 60 shot. Bu mol yetkazib beruvchilardan qarzlarni hisobga oluvchi shot dedik, ya'ni passiv shot. Demak, misolimiz bo'yicha 5 million so'mlik bizning qarzimiz bo'lgan. Mol yetkazib beruvchidan 5 million so'mlik qarzimiz bo'lgan. Biz buni passiv shot bo'lganligi uchun qarzimizning qoldig'ini kredit tomonida aks ettiramiz. Biz mol yetkazib beruvchidan yana 5 million so'm miqdorda tovarni qarzga olganmiz. Keyin mol yetkazib beruvchiga qarzimizni to'lagan ekanmiz 10 million so'm miqdorda. Demak, bizda qarzimizda kamayish yuzaga kelyapti. Passiv shotning kamayishini debit tomonda aks ettiramiz dedik. Biz mol yetkazib beruvchidan yana qarzga tovar olganmiz va bizning qarzimizda
ko'payish yuzaga keldi. Demak, qarzimizning ko'payishini biz kredit tomonida aks ettiramiz. Va biz ushbu qarzimizdan 2 million so'm miqdordagi qarzimizni to'lab beramiz. Demak, bu passiv shot. Passiv shotda qarzning to'lanishi, ya'ni kamayishini debet tomonida aks ettiramiz. Demak, bizda 13 million so'mlik kredit aylanma, ya'ni 13 million so'm miqdorda, ya'ni qarzlarimizning ko'payishi yuzaga kelgan va 12 million so'm miqdorda debet aylanma, ya'ni 12 million so'm miqdorda biz qarzimizni to'laganmiz, ya'ni qarzimizda kamayish yuzaga kelgan. Yakuniy qoldiqni chiqaramiz. Majburiyatimiz bo'yicha bizning qoldig'imiz 5 million so'mni tashkil etgandi. Demak, bizda 5 million so'm qarzimiz bo'lgan ekan. Biz yana 13 million so'mlik qarz olganmiz. Demak, bizning qarzimizning umumiy summasi 18 million so'mni tashkil etgan. Biz 12 million so'mlik qarzimizni to'laganmiz. Demak, umumiy qarzlarimizdan 12 million so'mni kamaytiramiz. Va bizda qoldiq 6 million so'mni tashkil etgan. Va qoldiqni 60-10-shotning kredit tomonida aks ettiramiz. Demak, bu passiv shotdagi harakat bo'ldi. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, barcha passiv shotlardagi harakatlar xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Siz o'z konspekt daftaringizda aktiv shotlardagi harakatlarni, passiv shotlardagi harakatlarni yozib oling va ularni mohiyatini yaxshilab tushunib oling. Buxgalteriyada bo'ladigan har bir iqtisodiy jarayon bu ikkita iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Ya'ni bir shotning debetlanishi boshqa bir shotning kreditlanishiga olib keladi. Va har bir iqtisodiy jarayonni biz ikkita shotda ko'rsatamiz. Bu narsani ikki yoqlamali yozuv deyiladi. Bularni ham misol tariqasida ko'ramiz. Demak, misolimizda ikkita shotimiz bor. 51-10-shot bank hisob raqamidagi pullarni hisobini yurituvchi shot hisoblanadi. 50-10-shot bu korxona kassasidagi pullarni hisobini yurituvchi shot hisoblanadi. Demak, ikkalasi ham pulni hisobini yurituvchi shot. Bittasi bank hisob raqamidagi pullarni hisobini yuritadi, ikkinchisi esa korxona kassasidagi pullarni hisobini yuritadi. Demak, qoldiqlarni qo'yamiz. Kassamizda pulimiz 0. Demak, korxona kassasida pul yo'q. Korxonaning bankdagi hisob raqamida 25 million so'm pul mablag'i bo'lgan ekan. Korxona ish haqini to'lash uchun pul mablag'ini bankdan olishni rejalashtirdi va bankdan pulni olib keldi. Bunda qanday jarayon bo'ladi? Demak, korxona 15 million so'm pulni bankdan olishi bu bankdagi 25 million so'm puldan 15 million so'mni kamayishini bildiradi. Biz bilamiz, aktiv shotlarning kamayishi kreditda bo'ladi. Demak, biz buni 51-10 shotining kredit tomonida yozamiz. Bu bank hisob raqamidan 15 million so'm pulni chiqib ketishini bildiradi va 15 million so'm pul korxonaning kassasiga olib kelingan. Demak, biz buni korxona kassasida aks ettiramiz. Demak, bitta iqtisodiy jarayon. Bankda pulni olinishini va korxona kassasiga olib kelinishini biz bankdagi hisob raqamidan kamayishini va korxona hisob raqamida ko'payishini aks ettirar ekanmiz. Demak, bu jarayon bankdagi hisob raqamidagi pul kamaydi va bu pul korxona kassasida ko'paydi. Bir iqtisodiy jarayon ikkita shotda aks ettirildi. Endi korxona kassasida 15 million so'm qoldiq yuzaga keldi va bankdagi hisob raqamimizda 10 million so'm qoldiq yuzaga keldi. Demak, korxonada bo'ladigan har bitta iqtisodiy jarayonni biz ikkita shotda ko'rsatar ekanmiz. Xuddi shunday yana bir misolni ko'ramiz. Biz tanishdik, 60-10-shot korxonaning mol yetkazib beruvchilardan bo'lgan qarzini hisobga oluvchi shot ekan. 10-10-shot esa korxonadagi xom ashyolarni hisobini yurituvchi shot ekan. Ushbu shotlardagi qoldiqlar mavjud bo'lmagan. Korxona 5 million so'mlik xom ashyoni xarid qildi. Demak, bizda mol yetkazib beruvchidan 5 million so'mlik qarzimiz yuzaga keladi. Qarzimizning ko'payishini biz majburiyat shotining kredit tomonida aks ettiramiz va bizga ushbu qarz evaziga xom ashyo kirib keldi. Kirib kelgan xom ashyoni 10-10 debet tomonida, ya'ni xom ashyoni hisobga oluvchi shotning debet tomonida aks ettiramiz.
Demak, biz xomashyoni xarid qilganimizda bizning mol yetkazib beruvchilar oldidagi qarzimiz yuzaga kelar ekan va bizning xomashyo shotimizda xomashyo kirib kelishi kuzatilar ekan. Demak, xomashyo xarid qilganimizda biz mol yetkazib beruvchilar oldidagi qarzimizni va bizning xomashyomizda xomashyoning ko'payishini aks ettirar ekanmiz va bu jarayonni ikkita shotda alohida ko'rsatar ekanmiz. Ushbu jarayondan keyin qoldiqlarimiz mol yetkazib beruvchilar oldidagi qarzimiz 5 million so'mni va xomashyo shotimizdagi qarzimiz ham 5 million so'mni tashkil etdi. Misollar bilan tanishishni davom etamiz. Demak, bizning aktivimizda hisob raqamimizdagi pulimiz mavjud ekan. Hisob raqamimizdagi pulimizning qoldig'i 200 million so'm. Korxona 30 million so'mlik xomashyoni xarid qildi. Bu balans shotlarida qanday bo'ladi? Demak, bizda majburiyat shotimizda 60-10-shot va aktiv shotimizda 10-10-shotni ochamiz. Biz bilamiz, aktiv shotda mol mulklarning tarkibi, ya'ni mol mulklarni hisobga oluvchi shotlar, majburiyat shotda esa bizning qarzlarimizni hisobga oluvchi shotlar turadi. 60-10-shot mol yetkazib beruvchilar oldidagi qarzimiz. Biz 30 million so'mlik xomashyoni qarzga olganimizda bizda qarzning ko'payishi yuzaga keladi va biz buni 60-10-shotning kredit tomonida aks ettiramiz. Hamda mol yetkazib beruvchidan xomashyo olganimizda bizda xomashyo ko'payadi va buni biz 10-10-shotning debet tomonida aks ettiramiz. Demak, korxona xomashyoni xarid qilganida 60-10-shotning kreditida, ya'ni mol yetkazib beruvchilar oldidagi qarzimizni va bizda ko'paygan xomashyoni aks ettirdik. Ushbu jarayondan keyin bizni mol yetkazib beruvchilar oldida 30 million so'mlik qarzimiz yuzaga keldi. Biz qarzimizni to'lamoqchimiz. Qarzimizni hisob raqamimizdagi pulimiz hisobidan to'laymiz. Demak, bizda pulning kamayishi, ya'ni aktivning kamayishi kreditlanadi degan edik. Biz 30 million so'm qarzni to'lashimiz uchun hisob raqamimizdan 30 million so'mni chiqaramiz. Buning uchun 51-10 shotini kredit tomonida 30 million so'mni aks ettiramiz. Hisob raqamimizdan chiqqan pul bizni qarzimizni uzadi. Ya'ni mol yetkazib beruvchilarga borib tushadi. 30 million so'm bizning hisob raqamimizdan chiqib ketdi va buni biz 60-10-shotning debet tomonida aks ettirdik. 60-10-shotning debetlanishi bu qarzimizning kamayishini bildiradi. Demak, bizning hisob raqamimizda 200 million so'm pul bor edi. Biz xomashyolarni qarzga olganimizda bizning mol yetkazib beruvchilar oldida qarzimiz ko'payganligi va xomashyoyimizning ko'payganligini o'zimizda aks ettirdik. Va qarzimizni to'laganimizda hisob raqamimizdan pulning kamayganligini va mol yetkazib beruvchilar oldidagi qarzimizni kamayganligini aks ettirdik. Hozircha biz balansni chizdik, ya'ni aktiv, teng kapital qo'shilgan majburiyat bu bizning balansimiz hisoblanadi va aktiv ichidagi shotlarni aktivda qo'ydik, majburiyatdagi shotlarni majburiyatda aks ettirdik. Biz endi korxonada bo'ladigan eng birinchi buxgalteriya o'tkazmasi bilan tanishamiz. Korxona ro'yxatdan o'tkazilganda va ochilganda uning ustavi, korxona nomi, uning ta'sischisi va ustav kapitali, ya'ni korxona sarmoyasining miqdori yozilgan bo'ladi. Korxona hisobida esa hali hech qanday mablag' bo'lmaydi. Xo'p, korxonaga mablag'ni kim kiritadi? Korxonaga mablag'ni ta'sischi kiritadi. Ya'ni biznes egasi kiritadi. Shu narsani farqiga boringki, korxonaning cho'ntagi bilan korxona egasining cho'ntagi bu alohida cho'ntaklar hisoblanadi. Korxona biznesini boshlab ishlashi uchun ta'sischi korxonaga sarmoya kiritadi va ushbu sarmoya hisobidan korxona ishini boshlaydi. Korxona ishlab foyda olgandan keyin foydasini mulkdorga, ya'ni korxona ta'sischiga o'tkazib beradi. Demak, korxona ochilganda korxonadan hali hech qanday mulki bo'lmaydi. Faqatgina korxonaning nomi, uning ta'sischisi va korxona ishlashi uchun lozim bo'lgan sarmoyaning miqdori yozilgan bo'ladi. Demak, korxonada bo'ladigan eng birinchi buxgalteriya o'tkazmasini balansimizda aks ettiramiz. Biz 83-30 shotini ochamiz. 83-30 ustav kapitalini
hisobga oluvchi shot hisoblanadi. Bu passiv shot, ya'ni korxonaning sarmoyasini hisobga oluvchi shot hisoblanadi. Va 46-10 shot bu ta'sischining qarzini hisobga oluvchi shot hisoblanadi. Korxona biznesini boshlash uchun korxona ta'sischisi korxona uchun kerakli bo'lgan sarmoyaning miqdoriga qarz deb qaraladi. Va bu qarzdorlikni biz 46-10 shotda aks ettiramiz. Demak, misolimizda ustav kapitali korxonaning sarmoyasining, ya'ni biznes uchun kerakli bo'lgan miqdorining summasi 30 million so'm deb qaraymiz va bu mablag'ni biz 46-10 shotning debet tomonida, ya'ni ta'sischining qarzi shotining debet tomonida aks ettiramiz. Bu buxgalteriya o'tkazmasi korxona ochilganligini, korxonaning biznes uchun kerakli bo'lgan sarmoyasi 30 million so'm ekanligini va bu sarmoyani ta'sischi kiritishi kerakligini bildiradi. Biz o'tgan darsimizda esingizda bo'lsa gapirgan edik. Korxonaga kim qarz bo'lsa, buni debitorlik qarzi deb olgan edik. Demak, debitorlik qarzi ham korxonaning mulki deb qaragan edik. Demak, ta'sischining to'lab berish kerak bo'lgan puli ham korxona uchun mulk hisoblanadi. Korxonaning ta'sischisi biznes uchun kerakli bo'lgan pulni pul ko'rinishida kiritdi. Demak, biz korxonaning bankdagi hisob raqamini hisobga oluvchi shotni o'zimizda ochamiz. Demak, ta'sischi 10 million so'm miqdordagi sarmoyani pul ko'rinishida kiritdi. Biz bilamiz, aktiv shotning kamayishi, ya'ni ta'sischining pulning kiritishini kredit tomoniga qo'yamiz. Demak, ta'sischi 30 million so'm qarz edi, u 10 million so'm pulni kiritdi deganimizda, unda 10 million so'mlik qarzdorlik kamaydi va ushbu qarzdorlik bizga pul bo'lib hisob raqamimizga kirib keldi va buni biz 51-10 shotining debitida aks ettiramiz. Biz har bitta bo'ladigan iqtisodiy jarayonni ikkita shotda aks ettiramiz degandik, ya'ni ikki yoqlamali yozuv usulida aks ettiramiz degan edik. Demak, ushbu jarayonni ta'sischidan qarz kamaydi, ya'ni ta'sischi 10 million pul kiritdi deganda, ta'sischidan 10 million so'mlik qarzi kamaydi va hisob raqamimizda 10 million so'mlik pul ko'payganligini ushbu o'tkazma bilan ko'rsatdik. Demak, ta'sischining 30 million so'm qarzi bor edi, shuni 10 million so'mini pul ko'rinishida kiritdi. Ta'sischining qarzi 20 million so'mni tashkil etadi. Ta'sischi shu qarzidan yana 5 million so'mini xom ashyo ko'rinishida korxonaga sarmoya kiritdi. Demak, bizda nima bo'ladi? Biz xom ashyo shotini o'zimizda ochamiz. Xom ashyo shoti bizda 10-10 degan edik. Harakatni ta'sischining shotidan boshlaymiz, chunki u 5 million so'mlik xom ashyoni kiritdi. Demak, undan 5 million so'mlik qarz kamaydi va bizga 5 million so'mlik xom ashyo kirib keldi. E'tibor bering, ushbu jarayonni ham biz ikkita shotda aks ettirdik, ya'ni 46-10 ning kreditida va 10-10 shotining debitida aks ettirdik. Demak, har bitta bo'ladigan iqtisodiy jarayonni biz ikkita shotda aks ettiramiz. Demak, ushbu o'tkazmalar bilan biz korxonani ro'yxatdan o'tkazdik va korxonani ochdik. Bunda 83-30 shotining kreditida va 46-10 shotining debitida aks ettirdik. Bunda korxonaning ta'sischisi korxonaga 30 million so'm miqdorda qarzini o'z bo'yniga oldi. Keyin u 10 million so'mlik pul mablag'larini kiritdi. Mana bu yerda biz 30 million so'm yozgan ekanmiz. Misolimizda xatolik yuz berib, 51-10 shotida 30 million so'm yozilgan ekan, buni 10 million so'mga o'zgartirildi. Demak, korxona ta'sischisi 10 million so'm pul mablag'i kiritganda, undan 10 million so'm miqdorda qarzi uzildi va 10 million so'm miqdorda korxonada pul mablag'i kirib keldi. 5 million so'm miqdorda xom ashyo kiritganda, undan 5 million so'mlik qarzi uzildi va 5 million so'mlik xom ashyo korxonaga kirib kelganligini aks ettirdik. Yuqoridagi misollarimizda ham, ushbu misolimizda ham har bitta bo'ladigan jarayonlarni biz ikkita shotimizda aks ettiramiz. Ya'ni bir shotning debitida yozsak, ikkinchi bir shotning kreditida yozamiz. Bugungi darsimizda biz buxgalteriyadagi shotlar va shotlar rejasi bilan tanishdik. Aktiv shotlar, passiv shotlar, ulardagi qoldiqlar, aktiv shot va passiv shotlardagi harakatlar bilan tanishdik va har bitta buxgalteriyada bo'ladigan jarayonni ikki yoqlamali yozuv usulida aks ettirishni ko'rdik hamda bular bilan bog'liq bo'lgan misollarni ko'rdik.
Ushbu darsimizning video darsini hamda PDF varianti bilan yaqindan tanishib oling. Albatta konspekt tuzing va har bitta bo'lgan buxgalteriya o'tkazmalarini o'z konspektingizda yozing. Buxgalteriyadagi shotlarni mohiyatini yaxshilab tushunib oling. Chunki bundan keyingi bo'ladigan darslarimiz shu dars asosida tuzilgan bo'ladi. Berilgan uyga vazifani yeching, test savollariga javob bering va savollaringiz bo'lsa, veb-saytimiz orqali yozib yuboring. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsga uchrashguncha xayr.